Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 26 dekabr, Xudo xolasa, Kattaqo'rg'ondan Shahrisabz shahriga yetib keldim. Shu 10 metrga 6 metrli, ya'ni 60 kvadratli ko'chma do'konni sizlar uchun obzor qilganman. Bu do'konimiz birinchi navbat nima deydi? Narxidan boshlay, polni bitishi 0 dan 90 millionga chiqdi. Mana shu steshka bordi, faqat bu yerda boshqa hech narsa yo'q edi. Shisha, mikrofon, profil, sandwich panel, xullas hammasini o'zimiz olib kelib, o'zimiz 0 dan mana ko'tarib berdik. Attiga 3 kun ichida 3 kunda mana 60 kvadratli do'konni Xudo xolasa o'z egasiga chiroyligina rozi qilib topshirdik. Buni qisqacha obzor qilaman. Polni antrazet akfa yonboshi, polni 4 taraf emas, polni suyi 8 ga 8 profil bo'lgan, 8 ga 8 qalinida. Balki burchakdan bitta eshik, mana bu burchakdan bitta eshik mana. 4 tali oshomoshi. Mana yonbosh devori. Yaqinroq bo'ldi. Bu sandwich panel 7,5 santimetrligi, 7,5. Judayam baquvvat, issiq sovuqni o'ta darajada yaxshi ushlab beradi, garantiya beramiz. Yo'li mikrofon. Ichiga kirsa, ichlari pol endi tepa plastik bo'lganini ko'rdingizmi? Orqasi ham sandwich panel. Judayam baquvvat. Garantiya bilan qilib berdik. Poldan 5 tonna yukka bemalol garantiya beraman. 5 tonna yukni bemalol ko'taradi. 5-6 tonnaga garantiya beraman. Yana qanday qulayligi? Qulayligi shundaki, tez bitadi va egasini, masalan, buyurtmachini joyiga o'zimiz 0 dan borib, nima deydi? 0 dan terib beramiz. Egasi hech qanaqa jismoniy mehnat qilmaydi, qo'shimcha xarajat qilmaydi, hech qanaqa biza ketgandan keyin. Faqat ishlatadi. Bu do'konni. Buni razmeri farqi yo'q. Xolasa 6 metr eni, xolasa 10 metr, xolasa 100 metr farqi yo'q buni. Hech qanaqa nimasi yo'q. Xohlagan razmerda, xohlagan ko'rinishda, xohlagan rangda qilib beramiz. Xullas, respublikaning xohlagan nuqtasiga dastak postanovkamiz bor. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qilsanglar, kelishtirib yanada arzon narxlarda qilib beramiz. Rahmat, sog' bo'ling, salom.